To'g'rilik, hamma aytilgan narsalarni olib kel. Formada kelishlari shart emas. Keldinglar? Sen nima formada kelding? Men kecha kasallanimda eshitmay qolman. Qani spravkang? Jet formamni kiyib olaymi? Bol tezlash. Men daraxtlarni oqlayman. Men suv sepaman. Men ko'p o'ynayman. O'ynataman Messilarni hozir. Hamma aytilgan ishni qildi. Futbolga, kompyuterxonaga qochib ketganingni ko'rmay, shavg'oz kirsan qizlarga partan ko'tarib. Men ham yordam beray, birisi ko'tarilmaydi. Men o'zim sir ko'taraman, bu daraxtga oqla. Sen sodani kam olib kelibsan-ku? Sen ham olib kelmadingmi? Men shakar olib keldim doskani artishga. Madina ana şey plus meloveni o'chirmagin. Bore. Ko'tar partan. Nima qilgansiz? Ko'sh qatarib yopishtirganmisiz, sigirlar? Kim chaynagan buncha ustoz men bilmayman. Hoziratingiz. 2 3 4. Sani joying 1 2 3 4 men joyim bo'l bos. Hey! Men boshlan. Shu joy tezroq bo'lsa uyga ketasizlar. Ustoz bilan tagidan zimachka olib bo'lmayapti. O'zlaring chanab yopishtirgansilar, tozalar. Ustoz doskaga latta tikib keldi. Aylanib ketdi. Achal qizim, chachay qizim, achal bir bolcha achal. O'rganinglar meni. Ustoz, biz ishimizni tugatdik. Borlaring bo'ladi. Alijonova, mana bu ikkita o'quvchini berib turing. Bor, ustozga yordam berlaring. Ketsa ketam dedik. Shahboz, ketdik 15 minut kontr tashlab kelamiz. Ustoz qanday? Ularga o'qituvchilar xonasida majlis bo'lyapti. Men senga kompyuterxonaga kelma deganmidan. Ana bo'lmasam. Ketma, qayerda? Assalomu alaykum ustoz. Yoshlik sani o'ylamagankan. Men senlarga peshim bo'ldi, uxla deganmidim. Ona bizani ham lagerga yuboring. Lagerda pishib qolibdimi? Bari uyda ham zerik yuribmiz-ku. Lagerchilar zerikmayapsizlarmi? Yo, zo'r. Mazza. Yana zeriksanglar, xolanikiga borasan, zardol terib, kompot bekitasizlar, ha? Minnatdormiz. Uxlaganlarmi? Uxlaganlar. Ketdik. Ona, men hamma baklashkalarni xaltaga soldim. Buchi? Bu bilib. Qo'shma bu yoqqa. Dada, sizga somsa Voy qildi. erka qizim, menga somsa olib keldimi? Yoqdimi? Suv olib kel. Yana yeng. Suv. Ona och qolib yeyishga biror narsa bormi? Meni, meni. Soat necha bo'ldi? Hozir ovqatlanmay kirma. Ichiga iloning bormi seni? Olov o'ynama, kechqurun joyingga sepib qo'yshasan. Endi bunaqa bo'ldi. Mash paxtani tiqib beraman, loyiq bo'ladi. Kip qo'rqadi. Baribir katta bu. Akamga. Ang'illama, oylik hisob beraman yana bitta. Paxta. Bu qachonni ham sotdik, endi bitta mosh bo'lish kerak. Ola, dadam mo'sha oldilar. Men senlarga uxla deganmidim? Men ona qidirib yuribman, bular uxlanglar, kiravering. Yoshlik sani o'ylamagankan. Hali ham tayyormasmisan? Hozir bo'laman, hozir o'rtoqjon. Bo'p qoldingmi? Mana hozir 5 minut. Vo, maskaga nima ekan endi? Boshingni yuvganmisan? Hozir vahima qilavermagin, hozir bir pasda bo'laman, o'lgiramiz. Nimaga bo'lmasa mana vaqtli chaqirding? Voy, nimaga bu ishlamayapti? Dugonajon, qachon tayyor bo'lasan? Shoshil turmagin, hozir ozgina qoldi. Bo'la qolgan. Qara dugonajon, qaysi birini kiysam bo'ladi? Qaysini kiysang-ki, faqat tezroq bo'lgin, ketaylik. Voy, shoshma, mana bunisini kiya qolaman, bunisi ozgina torda. Mana tayyor bo'ldim. Ha, nihoyat bo'ldingmi? Ketamiz. Dildora, bo'lmaysanmi? Seni kutib turmaymiz-ku. Nimaga bunaqa mas'uliyatsizsan? Sen chinni olmasmisan? Voy!